Assalomu alaykum do'stlar, qadrli obunachilarim. Mana ko'rib borayotganlaringizdek do'stlar, Qirg'iziston Respublikasi, ya'ni Bishkek Issiqko'l hududidan video obzor qilib boryapmiz do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek hamma joylar gullar bilan burkalgan do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, ya'ni Issiqko'l deyiladi beylar. O'zlaring baho berasizlar do'stlar. Mana maydonchalarni qaranglar. Hozir ko'lga qarab tushib ketyapti, xudo xolasa. Mana manzara do'stlar. Havo darajasi 15 daraja atrofida. Ya'ni O'zbekistondan kelganimizga, kelganimizga 10 kundan oshdi. Ya'ni kelganimizdan beri, ya'ni mana shu Issiqko'l hududiga kelganimizdan beri faqat mana shu havo bo'lyapti har kuni 15 daraja. Lekin bu 15 darajada bu gullar qanaqa ochilgan? Qanday qilib issiq bo'lmasa ochilgan desalaring do'stlar. Ya'ni bu savolga javob bera olmaymiz, to'g'risi. Mana gullar qaranglar do'stlar, chiroyliligini.